alaykum do'stlar. Mana bugun konturda sizlar bilan qanday qilib normal o'ynash haqida aytib beraman. Uni sozlamaga kiramiz. Xo'p, mana bu yoqda auto balans degan narsa bor. Aim degan auto zoom, aim real damage degan narsalarni yoqib qo'yasizlar. Xo'p, keyin hammasini yoqib bo'lgandan keyin grafika bo'limiga o'tasizlar. O'tgandan keyin birinchida keladigan 3 ta chiziqlarni borga ko'tarib qo'yasizlar. Ko'tarib qo'ygandan keyin kontrol tizimiga o'tib 2-1 3-1 ga to'g'rilab qo'yasizlar. To'g'rilab qo'ygandan keyin bir marta o'ynab ko'rasizlar. Nastroykangiz sizga yoqqan bo'lsa, yoqdi. Agar shunda ham bo'lmagan bo'lsa, keyin yana kirasizlar, grafikaga o'tasizlar. Xo'p, radical FPS degan narsa bor, o'shani yoqdingiz mana xo'p. Keyin yoqqandan keyin pastda ham FPS degani o'shani 100% ga ko'tarib qo'yasizlar FPSni. Keyin bitta o'ynab ko'rasizlar. Keyin joystickni o'rnini saljicha kisraytirib, joyini saljicha siljitib qo'yasizlar, pastroqmi, o'zingizga mos qilib olasizlar joystickni. Keyin mana bitta o'ynab ko'rasizlar. Mana ketdik, mana boryapmiz. FPS manda normal bo'lyapti do'stlar. Mana qaranglar. Otishlar zo'r. Kontrol ovozini o'chirib qo'yganman. Mana otishlar yaxshi joyida otadi. Auto zoom bilan sizlar aim bilan bittada otadigan qilib qo'yasizlar. Birga bir o'ynaganda, boshqa o'ynaganda o'shani tezroq shu nastroykada qolsanglar, menimcha zo'r bo'lasizlar. Xo'p, like va podpiska bosinglar. Mana natija. Ana. Xayr do'stlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin.